haq deganda erkalab o'tiribsizlar. O'tgan kuni menda xijolatli holat bo'ldi. Markaziy masjidda turganimizda bir ayol kishi murojaat bilan keldi. U ayol bilan gaplashib chiqib ketgandan keyin o'zimga kelishim qiyin bo'ldi. Nimaga? Murojaat qilyapti-da, erim olamdan o'tib ketgan, bitta o'g'il farzand bilan qolib ketganman. Ahvolim og'ir, qarzim bor. Bitta shu o'g'limni o'qityapman, maktabda o'qiydi. Hali mehnatga layoqati yo'q. Men kasalman, bemorligim bor, qiynalyapman. Bir o'ylaylik-da. Ota-onangiz desam, yo'q deyishadiki, so'ramadim. Aka ukangiz bormi? Opa singil yo amaki tog'alar bormi deb so'rolmadim to'g'risi. Birodarlar, atrofimizga qarab qo'yaylik. U ayol shunday bo'pti, Alloh shunaqa hayot beribdi, lekin biz nima ko'zimiz ochilmayapti? Balkim shu insonlarda evazidandir yomg'ir yog'mayotgani. Bir rivoyatda keladi-ku, yurtga hech yomg'ir yog'masdan qolib ketadi. Hamma ulamolar yig'ilib nima qilamiz? Xudodan so'raymiz. Allohdan so'rashadi, yomg'ir yog'maydi. Ey Xudo, yomg'irdan ber, qurg'oqchilik bo'lib ketdi, yomg'ir ber deydi, yomg'ir yog'maydi. Keyin qishloqlarga chiqishadi. Qiynalgan oilalarga kirib borishadi. Bir ulug' inson bir xonadan kirsa, 5 ta qiz yashaydi ekan, qarang. Otasi olamdan o'tib ketgan, bitta ayol 5 ta qiz farzandini tarbiyalab, o'qitib boshqa qilib yashar ekan. Kirib, qo'lidagi sovg'a salomlarni berib, bir kichkina qizaloqchani oldiga olib kelib, yelkasini tizzasiga o'tirg'izib, "Qizim, bir duo qil, Alloh yomg'ir bersin" desa, "Yo'q, Alloh yomg'ir bermasin" deydi. Sen duo qilishni, "Ha, duo qilaman. Allohim yomg'ir yog'masin deb duo qilaman" deydi ekan hali qizcha. Nimaga unaqa duo qilasan desa, agar Alloh taolo yomg'ir yog'sa, uyimizdan suv o'tib ketib qoladi. Opamda poyabzallari teshik, falonchi opamda bo'lsa, ustilari yuqqa, yomg'irda sovqatadilar. Allohim yomg'ir yog'magan deb duo qilaman deydi ekan, qarang. O'sha bittagina qizaloqchani duosini ijobatidan butun shahar turib duo qilsa ham ijobat bo'lmagan ekan, qarang. Biz ham ozgina e'tiborli bo'laylik. Mahalla ko'ylarimizga qaraylik, qiynalgan oilalar bor. Qish kelyapti azizlar, sovuqchi kelyapti. Hozir biz bu yerda turib yomg'ir ber desak, o'zimiz amal qilmasak, haqqini bering. Ishlatdingizmi, haqqini bering. Qo'lingiz ostidagi insonlarga rahmdil bo'ling, siyla rahmni keng yoying azizlar. Hammasi vaqtida bo'lish kerak. Vaqtidan o'tib ketyapti. Ob-havoni qarang. Hozir mana shu yerdan ko'rinib turibdi kerak bo'lsa. Ijtimoiy tarmoqqa qarab qo'yaveramiz. O'zimizda ham havo ifloslanyapti azizlar. Mana mo'nka qilgandan keyin mashinangiz bir kunga bormayapti. To'g'rimi? Men 2 kun oldin chorshanba kuni Toshkentga bordim. Teleminorani oldiga borsam ham oppoq turibdi, ko'rinmayapti.